O'zbekiston davlat tabiat muzeyi 1876-yilda tabiatshunoslikka, antropologiya va etnografiyaga qiziquvchilar tomonidan tashkil etilgan. Bu yil bizni Xudo xohlasa muzeyimizni 150 yilligini nishonlaymiz. O'zbekiston davlat tabiat muzeyida nafaqat O'zbekiston hududiga, balki dunyoning turli mintaqalariga tegishli bo'lgan hayvon turlarini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu narsa tashrif buyuruvchilar tomonidan ham juda ham yaxshi taassurot qoldiriladi tashrif buyuruvchilar tomonidan va muzeyimizda hozirgi kunda juda ham ko'p deylik talabalar, maktab yoshidagi o'quvchilar, shu bilan birgalikda oilalar juda ham ko'p tashrif buyurishadi va so'nggi vaqtlarda turistlar tomonidan ham juda ham qiziqish bildirilmoqda. Sababi inson baribir tabiat bilan chambarchas bog'liq. Shu bilan birgalikda ekologiyani kichkina yoshliklardan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, hozirgi kundagi muammolarni yoritib beradigan bo'lsak, yosh avlod shu bilan o'sadi va kelajakda shunga yo'naltirilgan chora-tadbirlarni ko'radi. Juda ham ko'plab beriladigan savollardan biri bu: muzeydagi eksponatlar haqiqiymi? Ular qayerdan keltirilgan? Hozirgi kunda aytib o'tishimiz mumkin, muzeydagi barcha eksponatlarimiz haqiqiy, lekin ularni hech qaysi birini ataylabdan o'ldirilmaydi, ya'ni atayin qilinmaydi bu narsa. Bilamizki, bizda qo'riqxonalar bor va zooparklarimiz bor. Aynan shu hududlarda bir-biri bilan jang qilib lat yegan hayvonlar nobud bo'lishadi yoki bo'lmasam yoshiga yetib nobud bo'lgan hayvonlarni muzeyimizga keltiriladi va taksidermist soha vakillari, ya'ni teriga ishlov beruvchilar aynan shunday dinamik usuldagi tulumlarni bizga yasab, xuddi realdek ko'rsatib ochib berishga harakat qilishadi. Oldimizda yaqin kunlarda Fransiyadan keltirilgan tulumlardan biri bu arslon, ya'ni sher deb nom olgan o'rmon qurolini ko'rishimiz mumkin. Ular shu ko'rinishda bo'ladi. Erkaklarda asosan yunglari bo'ladi. Vazni 250-300 kilogramm atrofida bo'ladi va ularni yaqinda o'qiganidek jag'ini tishlash kuchi 1 tonnaga yaqin ekan. Shu sababli ham o'rmondagi deylik eng yirik antilopalarni ham bemalol ag'darishi mumkin. Asosan erkaklarda shunday yunglari bo'ladi. Navbatdagi eksponatimiz bu Nil daryosida uchrovchi Nil timsohi bo'lib hisoblanadi. Bular dinozavrning so'nggi avlodi, ya'ni juda ham yirik bo'lgan yirtqich turi bo'lib hisoblanadi. Asosan Afrikada yashashadi. Reptiliyalar ham deb aytsak bo'ladi ularni. Reptiliyalarning uzunligi 6 metr, vazni esa 600 kilogrammgacha bo'ladi. Hozirgi kunda Nil daryosida juda ham kamayib ketgan bu tur sun'iy ravishda boqilmoqda. Sababi ularning terisi juda ham qimmatbaho bo'lganligi sababli tartibsiz ravishda ovlangan va soni kamayib ketgandan keyin aynan shu hududda ekotizimi buzilgan. Buning natijasida kasallangan hayvonlar ham ko'payib ketib qolgan. Chunki bular kasallangan hayvonlar bilan ham oziqlanishadi va ekotizimni balansda ushlashadi. Hozirgi kunda endi boqilib, shu hududlarga qaytadan keltirilmoqda. Endilikda biz Afrikani yovvoyi o'txo'rlarini qarshisida turibmiz. Bular antilopalar bo'lib hisoblanadi. Deyarli barchasida shoxlari bor. Bu yerda springboklar, qora springbok, orikslar va buyvollarni ko'rishimiz mumkin. Ular oyoqlari ingichka va uzun bo'lganligi sababli yirtqichlardan juda ham balandliklarga sakrab qocha olishadi. Juda ham sezgir hayvonlar bo'lib hisoblanadi va juda ham epchil. Ba'zilari 2-3 metrgacha sakrab ham qocha olishlari mumkin ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, blesbok antilopasi aynan shunaqa jimjimador shoxlari bilan boshqa antilopalardan farq qiladi. Endi esa Afrikani eng xavfli buqasi bo'lmish buyvolni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ularning vazni 1 tonnagacha yetib borishi mumkin ekan va aynan shu tur sherlar bilan bahsga kirisha oladi. Sababi bosh qismida juda ham katta shoxlari suyaksimon bo'lib qattiq bo'lib qotgan va shu shoxlari yordamida o'zini to'dasini, oilasini himoya qila olar ekan. Bu yerda esa katta kudu va oriksni ko'rishimiz mumkin. Orikslarni ba'zi turlarida, urg'ochilarda ham shoxlari bo'lishi mumkin ekan. Biz sovuq iqlimda uchuvchi hayvon turlarini aynan bu xonamizda ko'rishimiz mumkin. Birinchi eksponatimiz bu yoqdagi imperator pingvini. Pingvinlar to'dasidagi eng yirik bo'lib hisoblanadi. Sababi vazni 45-50 kilogramm atrofida bo'ladi va u yerda bolalarni ko'rishimiz mumkin. Pingvinlar ucha olmaydi va lekin juda ham yaxshi suzish qobiliyatiga ega. Suv ostida 21 daqiqagacha harakatlanishi mumkin ekan. Bu yerda esa qurol pingvinni ko'rishimiz mumkin. Qurol pingvini degan nomni nimaga olgan? Sababi boshlarini har doim shunaqa qurollarga o'xshab ko'tarib yurishi va bo'yin qismida tillasimon patlari bo'lganligi uchun qurol pingvini nomini olgan.
Ular asosan to'da bo'lib yashashadi va judayam sovuq payti bir-birligiga sharoit yaratib, aynan shu sovuqdan chiqib olishadi. Zalimizni ikkiga bo'lganmiz. Bir qismida Antarktida hududiga tegishli bo'lgan hayvon turumlari haqida gapirsak, boshqa qismida oq ayiqlar, Arktikada uchrovchi hayvon turumlarini ko'rishimiz mumkin. Oq ayiqlar Arktikada uchraydi. O'zi ark so'zi ham oq ayiq degan ma'noni bildiradi. Oq ayiqlarni vazni ba'zilari 650 dan 800 gacha va ba'zi manbalarda keltirilishicha 1 tonnagacha yetishi mumkin ekan. Ularning asosiy ozuqalari baliqlar va tyulenlar bilan oziqlanishadi va uzoq masofalarga suzish qobiliyatiga ega. Tanasini 40-45% qismi yog'dan tashkil topganligi sababli sovuq iqlimga moslashadi va quruq, kuchli sovuqlarda ham hech qanday qiyinchiliksiz bartaraf eta olishadi. Va o'zlarini, bolalarini va oilasini eng kuchli qo'riqchisi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda O'zbekiston Davlat tabiat muzeyiga maktab o'quvchilari, shu bilan birgalikda oliy ta'lim muassasasi talabalari va haftani dam olish kunlarida oilalar juda ham ko'p tashrif buyurishadi. Shu bilan birgalikda biz nafaqat eksponat turumlar haqida ma'lumot, balki ekologiyamiz va u haqidagi dolzarb mavzular haqida ham yoritib beramiz tashrif buyuruvchilarga. Va kelgusida biz tashrif buyuruvchilar sonini kengayishini va soni ortishini xohlagan bo'lardik va shu tariqa ekologik bilimni mahalliy aholi orasida ham kengayishini va to'liqroq tushunilishini xohlagan bo'lardik. Barcha tashrif buyuruvchilarni muzeyimizda kutib qolamiz.